Salom, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun juda muhim, shoshilinch va har biringizga bevosita taalluqli bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Hozirda mamlakatimizda vaziyat keskinlashmoqda. Turli xil xizmatlar, nazorat organlari xodimlari uylarga, xonadonlarga tashrif buyurib, tekshiruvlar o'tkazishni va jarimalar yozishni boshlagani haqida tobora ko'proq xabarlar kelib tushmoqda. Siz ham shunday holatlarga duch kelyapsizmi? Qo'ng'iroqlar eshigingiz oldiga ham yetib keldiki? Agar bu savollar sizni xavotirga solayotgan bo'lsa, unda bugungi videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Bu yerda siz uchun hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlar beriladi. Eshiklarni ochishdan oldin 2 marta o'ylashga majbur qiladigan sirlarni oshkor qilaman. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari tekshiruvlar asosan rejali tarzda, kam holatlarda va odatda jiddiy sabablar, masalan, shikoyatlar yoki texnik nosozliklar yuzaga kelganda amalga oshirilardi. Misol uchun, ilgari gaz ta'minoti xodimlari 1 yilda 1 marta yoki 2 yilda 1 marta odatda aholini oldindan ogohlantirgan holda gaz uskunalarining holatini tekshirish uchun kelishardi. Bu jarayon nisbatan tartibli va tushunarli edi. Ko'pchilik eshikni ochishdan oldin ularning haqiqatan ham gaz xizmatidan ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qo'ng'iroq qilib yoki mahalla idorasidan so'rab qo'yardi. Elektr energiyasi nazoratchilari ham xuddi shunday tartibda ishlar edi. Ular hisoblagich ko'rsatkichini yozish yoki shikoyat bo'lsa, nosozlikni aniqlash uchun kelishardi. Bunday holatlarda aholi odatda xotirjamlik bilan eshikni ochib, o'zining qonuniy vazifalarini bajarayotgan xodimlarga hamkorlik qilar edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan yangi qarorlar qabul qilinmoqda. Kommunal xizmatlar sohasidagi qonunchilikda o'zgarishlar yuz berayotir. Bu esa nazorat organlariga yanada kengroq vakolatlar bermoqda. Endilikda tekshiruvlar tez-tez, ba'zan kutilmaganda, oldindan ogohlantirmasdan amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, bu tekshiruvlar nafaqat oddiy hisoblagich ko'rsatkichini olish, balki noqonuniy ulanishlar, o'zboshimchalik bilan qilingan qurilmalar, kadastr hujjatlaridagi nomuvofiqliklar, hatto ijtimoiy holatni o'rganish kabi kengroq masalalarni qamrab olmoqda. Ayniqsa o'zboshimchalik bilan uyini kengaytirgan, kommunal to'lovlarni muntazam ravishda kechiktiradigan, kvartirasida ro'yxatdan o'tmagan shaxslarni yashatadigan yoki tadbirkorlik faoliyatini tegishli ruxsatnomalarsiz olib boradigan fuqarolar uchun vaziyat murakkablashdi. Bu kabi holatlar endilikda jiddiy jarimalar va hatto huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli endi eshikni ochishdan oldin kim kelganini, nima maqsadda kelganini aniq bilish va o'z huquqlaringizni yaxshi anglash juda muhimdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga bu narsalar taalluqli emas. Avvalo, nimalarni tekshirayotganlari haqida gaplashaylik. Bugungi kunda kommunal xizmatlar, xususan gaz, elektr, suv ta'minoti tashkilotlari xodimlari nafaqat hisoblagichlarning ishlashini, balki ularning muhrlari butunligini, elektr simlarining holatini, gaz g'urlarining o'rnatilish qoidalariga rioya qilinganligini, suv g'urlariga noqonuniy ulanishlar mavjudligini ham sinchkovlik bilan tekshirmoqdalar. Bundan tashqari, mahalla fuqarolar yig'inlari, soliq inspeksiyasi, kadastr idoralari vakillari ham xonadonlarga tashrif buyurishi mumkin. Ularning tekshiruv doirasi ancha keng bo'lishi mumkin. Turar joyning maqsadli ishlatilishi, qo'shimcha qurilmalarning qonuniyligi, hatto ijarachi fuqarolarning ro'yxatdan o'tganligi kabi masalalar. Bu tekshiruvlar nafaqat iste'molchilarni qonunlarga rioya qilishga majburlash, balki kommunal resurslardan o'g'irliklarni oldini olish, davlat budjetiga tushumlarni oshirish va aholining qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Ammo ba'zan bu jarayonlar shaffoflikdan mahrum bo'lib, fuqarolarning huquqlarini buzish holatlari ham uchrayapti. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda o'z turar joyida o'zboshimchalik bilan qayta qurish ishlarini amalga oshirgan, masalan, uyga qo'shimcha xona qurgan, balkonni oshxona bilan birlashtirgan yoki hovlisida ruxsatnomasiz inshoot qurgan fuqarolar xavotirga tushishi kerak. Agar bu o'zgarishlar kadastr hujjatlarida aks etmagan bo'lsa, siz jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Kvartirangizda yoki uyingizda yashash uchun ro'yxatdan o'tmagan shaxslar bo'lsa, ayniqsa ular ijaraga turishgan bo'lsa, siz ham nazoratchilarning diqqat markazida bo'lishingiz mumkin. Kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarzdorligi borlar. Elektr
yoki gaz hisoblagichlariga aralashgan, ularning muhrlarini buzgan yoki noqonuniy ulanishlar amalga oshirganlar uchun esa bu tekshiruvlar ayniqsa xavflidir. Bularning barchasi qonunbuzarlik hisoblanadi va tegishli javobgarlikka, katta miqdordagi jarimalarga va hatto jinoiy ishlarga sabab bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi kerak? Aksincha, o'z turar joyiga oid barcha hujjatlari joyida bo'lgan, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiradigan, hisoblagichlari soz holatda bo'lgan, ularning muhrlari buzilmagan, uydagi barcha qurilmalarni qonuniy asosda o'rnatgan va o'zboshimchalik bilan hech qanday o'zgartirish kiritmagan fuqarolar xavotirlanishlari shart emas. Sizning huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan va har qanday tekshiruv faqat qonuniy asosda va belgilangan tartibda amalga oshirilishi kerak. Shunday bo'lsa ham o'z huquqlaringizni bilish va har qanday tekshiruvchilardan qonuniy talablarni bajarishni so'rash sizning vazifangizdir. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1: gaz nazorati, buzilgan muhr va yirik jarima. Tasavvur qiling, Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi yoshli Marat aka o'z uyida gaz hisoblagichining eski modelini ishlatardi. Bir kuni kun o'rtasida eshik qo'ng'irog'i chalinadi. Tashqarida o'zlarini gaz ta'minoti xodimlari deb tanishtirgan 2 kishi turadi. Ular Marat akadan hisoblagichni tekshirish uchun kirishni so'rashadi. Marat aka beparvolik bilan eshikni ochadi. Xodimlar hisoblagichni tekshirish chog'ida hisoblagichning muhrida kichik bir tirnalgan joyini topishadi. Bu tirnalgan joy shu qadar kichik ediki, Marat aka uning qachon paydo bo'lganini ham bilmasdi va u hech qanday noqonuniy harakat qilmagan edi. Biroq inspektorlar bu holatni muhrni buzish deb baholashadi va Marat akaga 15 million so'm miqdorida jarima yozishadi. Sababi ularning da'vosiga ko'ra muhr buzilganligi gaz noto'g'ri hisoblagichdan o'tkazib yuborish imkonini bergan. Marat aka bu qarordan norozi bo'lib, sudga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Bu holatda agar Marat aka eshikni ochishdan oldin ulardan xizmat guvohnomasini, tekshiruvga asos bo'luvchi rasmiy hujjatni, masalan, tekshiruv buyrug'ini talab qilganida, balki vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yoki o'sha kichik tirnalgan joyni topishdan oldin inspektorlarning barcha harakatlarini videoga olganida o'zini himoya qilish uchun kuchli dalilga ega bo'lardi. Bu jarayonda Marat aka o'z huquqlarini bilmaganligi sababli katta qiyinchiliklarga duch keldi. Misol, elektr nazorati, noqonuniy ulanish va uskunani musodara qilish. Qashqadaryo viloyatidagi qishloq xonadonlaridan birida yashovchi Sarvar opa elektr energiyasini tejash maqsadida elektr hisoblagichidan oldinroq simlarni ulab olgan edi. Bu usul orqali u elektr energiyasini hisoblagichdan o'tkazmasdan ishlatardi. Bir kuni tuman elektr ta'minot korxonasidan tekshiruvchilar keladi. Sarvar opa ularning kelishidan xavotirlanib, eshikni ochishni istamaydi. Biroq inspektorlar baland ovozda qonuniy tekshiruv ekanligini aytib, kirishni talab qilishadi. Sarvar opa qo'rqib eshikni ochadi. Ular darhol xonadon ichidagi elektr simlarini ko'zdan kechirib, noqonuniy ulanishni aniqlashadi. Natijada Sarvar opaga belgilangan tartibda katta miqdorda jarima yoziladi. Elektr jihozlari va noqonuniy ulanish uchun ishlatilgan simlar musodara qilinadi. U o'zining noqonuniy harakati uchun javobgarlikka tortiladi. Bu yerda inspektorlar qonuniy asosda harakat qilishgan, ammo Sarvar opa o'z huquqlarini bilmaganligi tufayli, masalan, ulardan rasmiy hujjat talab qilish, tekshiruvni rasmiylashtirish, videoga olish kabi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Agar u eshikni ochishdan oldin huquqiy maslahat olganda yoki hech bo'lmaganda ularning vakolatlarini sinchiklab tekshirganda, ehtimol noqonuniy ulanishni yashirish uchun ma'lum bir vaqtga ega bo'lar edi. Lekin noqonuniy harakat har doim javobgarlikka tortilishini unutmaslik kerak. Misol, o'chish suv hisoblagichiga aralashish, qayta hisoblash va ma'muriy jarima. Farg'ona shahrida yashovchi Dilshod aka uzoq vaqt davomida suv hisoblagichining magnit orqali ishini to'xtatib, suvdan bepul foydalanib kelardi. Bir kuni suvsoz korxonasidan xodimlar kelib hisoblagichni tekshirmoqchi ekanliklarini aytishadi. Dilshod aka ularga eshikni ochadi. Xodimlar magnitni aniqlashadi va hisoblagichni qonunbuzarlik bilan to'xtatilganligini isbotlashadi. Natijada unga o'tkazilgan tekshiruv asosida so'nggi bir necha oy uchun katta miqdorda qayta hisoblash amalga oshiriladi, ya'ni ishlatilgan, ammo to'lanmagan suv uchun qo'shimcha to'lov undiriladi. Shuningdek, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzilib, katta jarima belgilanadi. Bu holat ham Dilshod akaning noqonuniy harakatlari natijasi bo'ldi. Agar u o'z vaqtida qonuniy yo'l bilan suvdan
foydalanganda bunday jarimalardan xalos bo'lardi. Bu yerda tekshiruvchilar o'z vakolat doiralarida harakat qilishgan, ammo shunga qaramay Dilshod aka ulardan tekshiruvning barcha bosqichlarini rasmiylashishni talab qilib, o'z huquqlarini himoya qilishi mumkin edi. Misoldir, ijtimoiy so'rov niqobi ostidagi firibgarlar. Namangan viloyatining Pop tumanida yashovchi Muborak xolaning eshigini ikki ayol taqillatadi. Ular o'zlarini mahalla fuqarolar yig'ini va ijtimoiy ta'minot xodimlari deb tanishtirib, aholining ijtimoiy holatini o'rganish maqsadida kelganliklarini aytishadi. Muborak xola bu ayollarning tashqi ko'rinishidan shubhalanmay, ularni uyiga kirgizadi. Ayollar Muborak xolani suhbatga tortib, uning e'tiborini chalg'itishadi. Shu vaqtda ulardan bir oshxonada Muborak xola bilan gaplashib turganida, ikkinchisi xonadonning boshqa xonasiga o'tib, onasi yig'ib yurgan pullarni o'g'irlab ketadi. Muborak xola firibgarlik qurboni bo'lgani keyinroq ular ketgandan so'ng biladi. Bu holatda eshiklarni ochmang degan qoida ayniqsa muhim edi. Bu ayollar hech qanday rasmiy tashkilotdan emas, oddiy firibgarlar bo'lgan. Muborak xola ulardan xizmat guvohnomasini talab qilib, mahalla idorasiga qo'ng'iroq qilib, ularning haqiqatan ham shu tashkilotdan ekanligini tekshirishi kerak edi. Ammo soddalik va ishonuvchanlik qurbonga aylantirdi. Misol 5 qo'shnilarning shovqin haqidagi shikoyati kutilmagan tashrif va huquqiy chalkashliklar. Qo'qon shahrida yashovchi Alisher aka o'z uyida tungi vaqtda do'stlari bilan shovqinli ziyofat uyushtiradi. Qo'shnilari shovqindan bezovtalanib, ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qilishadi. 1 soatdan so'ng Alisher akaning eshigi taqillatiladi. Tashqarida mahalla pasboni va tuman ichki ishlar bo'limi xodimi turadi. Ular Alisher akadan eshikni ochishni va tekshiruv o'tkazishga ruxsat berishni talab qilishadi. Alisher aka mast holatda bo'lganligi sababli ularga qo'pol munosabatda bo'lib, eshikni ochishdan bosh tortadi. Bu vaziyat yanada keskinlashadi. Qonuniy asosda shovqinni to'xtatishni va xonadon ichiga kirishni talab qilish huquqiga ega bo'lishsa-da, ular darhol jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan og'ir holatlardan tashqari sud orderisiz uyga kirishga haqli emas. Alisher aka eshikni ochishdan bosh tortganligi sababli ular qo'shimcha kuch chaqirishga majbur bo'lishadi va Alisher akaga ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuziladi, jarima yoziladi. Bu yerda Alisher aka xonadonni tinchlantirib, eshikni ochishi va politsiya xodimlarining qonuniy talablariga rioya qilishi kerak edi. Ammo u vaziyatni yomonlashtirdi. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa qachon eshikni ochish kerak, qachon ochmaslik kerak va qanday holatlarda sizni qonuniy ravishda uyga kirishga majburlashlari mumkinligi haqida gaplashaylik. Bu juda nozik va muhim nuansdir. Birinchidan, shuni esda tutingki, sizning turar joyingiz sizning shaxsiy hududingizdir va qonun bilan himoyalangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 moddasida har kimning turar joy daxlsizligi huquqi kafolatlangan. Hech kim sudning qarorisiz sizning ixtiyoringizga qarshi turar joyingizga kira olmaydi. Ammo bu qoidaning bir nechta muhim istisnolari bor. Qachon eshikni majburan ochishga to'g'ri keladi? 1. Sudning qarori yoki orderi asosida agar huquqni muhofaza qiluvchi organlar, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, sud tomonidan berilgan order bilan kelsa, ular xonadoningizga kirishga haqlidirlar. Bunday orderda tekshiruvning maqsadi kimga qarshi ekanligi va qaysi qonun moddasi asosida amalga oshirilayotgani aniq ko'rsatilgan bo'ladi. 2. Favqulodda vaziyatlar. Agar xonadoningizdan gaz hidi kelsa, yong'in sodir bo'lsa, suv quvuri yorilib, qo'shnilarni suv bosish xavfi tug'ilsa yoki shunga o'xshash hayot va sog'liqqa xavf tug'diradigan favqulodda holatlar yuzaga kelsa, tez yordam, yong'in xavfsizligi, gaz xizmati yoki qutqaruv xizmatining vakillari sizning roziligingizsiz ham xonadonga kirishga haqlidirlar. Lekin bu holatlar ham tasdiqlangan bo'lishi kerak. Shunchaki shubha yetarli emas. 3. Jinoyat sodir etilganligi yoki sodir etilayotganligi haqida asosli gumon mavjud bo'lsa, agar xonadoningizda jinoyat sodir etilayotganligi yoki undan chiqqan tovushlar, belgilar aniq bo'lsa, ichki ishlar organlari xodimlari zudlik bilan aralashish uchun kirishlari mumkin. Masalan, xonadon ichidan yordam so'rab baqirish eshitilsa. 4. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha ba'zi holatlarda, masalan, qo'shnilarning shovqin haqidagi shikoyati bo'lsa va huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun xonadonga kirish zarur bo'lsa, politsiya xodimlari sizdan eshikni ochishingizni talab qilishlari mumkin. Lekin bunda ham ularning harakatlari qonun doirasida bo'lishi shart.
Bu yuqorida sanab o'tilgan holatlardan tashqari hech bir tashkilot xodimi sizning roziligingizsiz yoki sudning tegishli qarorisiz xonadoningizga kirishga haqli emas. Shuni tushunish kerakki, kommunal xizmatlar, gaz, elektr, suv xodimlari hisoblagichlarni tekshirish yoki nosozliklarni bartaraf etish uchun kelganlarida ularning sizning xonadoningizga kirish huquqi faqat sizning roziligingiz bilan cheklanadi. Agar siz rozi bo'lmasangiz, ular sizni kirishga majburlay olmaydilar. Ular faqatgina o'z vakolatlari doirasida harakat qilishlari mumkin. Tuzoqlar va noaniq nuanslar: 1. Xizmat guvohnomasi va rasmiy hujjat. Ko'pincha kelgan shaxslar faqatgina o'zlarini biror tashkilot vakili deb tanishtirib, eshikni ochishni talab qilishadi. Doim ularning xizmat guvohnomasini talab qiling va uni diqqat bilan o'rganing. Unda fotosurat, familiya, ismi, lavozimi va tashkilotning nomi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shu bilan birga tekshiruvga asos bo'luvchi rasmiy hujjat, masalan, tekshiruv o'tkazish haqidagi buyruq yoki yo'llanma mavjudligini so'rang. Unda tekshiruvning maqsadi, muddati va tekshiruvchilarning familiyalari yozilgan bo'lishi shart. Telefon orqali tasdiqlash, guvohnoma va hujjatlarni ko'rib chiqqaningizdan so'ng ularni ko'rsatilgan tashkilotning rasmiy ishonch telefoni orqali tekshirishga harakat qiling. Bu juda muhim qadam. Ko'pgina firibgarlar qalbaki guvohnomalar bilan yurishadi. Shuning uchun eshikni ochmasdan turib, ularning familiyasini va tashrif maqsadini aytib, tashkilotga qo'ng'iroq qiling va kelganlarning haqiqatan ham ularning xodimi ekanligini tasdiqlashni so'rang. O'tu. Mahalla qo'mitasi vakillari, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari yoki posbonlar ham xonadonlarga tashrif buyurishi mumkin. Ular asosan aholining ijtimoiy holatini o'rganish, qonunbuzarliklarni oldini olish yoki oddiy shikoyatlar bo'yicha kelishadi. Ularning xonadonga kirish huquqi ham sizning ruxsatingizsiz cheklangan. Ular ham o'z xizmat guvohnomalarini ko'rsatishlari va tashrif sababini aniq tushuntirishlari shart. Agar ular sizdan talab qilsalar, mahalla raisi yoki hokimlikning vakilidan rasmiy ruxsatnoma so'rang. 4. Firibgarlar. Yuqoridagi muborak hola misolidagi kabi ba'zan firibgarlar o'zlarini turli xizmatlar xodimlari qilib ko'rsatib, odamlarning ishonchiga kirib, o'g'irlik yoki tovlamachilik bilan shug'ullanishadi. Ular ayniqsa keksaygan va sodda fuqarolarni nishonga olishadi. Shuning uchun har doim hushyor bo'ling va hech kimga osonlikcha ishonmang. Unutmang, sizning roziligingizsiz uyga kirishga har qanday urinish qonunga xilofdir. Favqulodda holatlar bundan mustasno. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa bunday vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligi haqida aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu maslahatlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Eshikni darhol ochmang. Bu eng muhim qo'ydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, eshikni ochishga shoshilmang. Eshikdagi maxsus teshik, glazoq orqali yoki shaffof oyna orqali tashqarida kim turganini ko'ring. Agar shunday imkoniyat bo'lmasa, eshikni bir oz ochib, uni zanjir, zasob bilan mahkamlab turing. 2. Kim kelganini so'rang va o'zini tanishtirishni talab qiling. Tashrif buyurgan shaxsga kim ekanligini, qaysi tashkilotdan ekanligini, familiyasi, ismi, otasining ismini, lavozimini va tashrifining aniq maqsadini aytishni talab qiling. Ular barcha ma'lumotlarni aniq va ravshan tushuntirib berishlari shart. Masalan, salom, men Toshkent gaz korxonasidan gaz ta'minoti muhandisi Azimov Akmalman. Hisoblagichni tekshirish uchun keldim kabi. 3. Xizmat guvohnomasini talab qiling. Agar ular o'zlarini tanishtirsa, iltimos, xizmat guvohnomangizni ko'rsating deb so'rang. Guvohnomani eshikdagi teshik orqali yoki zanjirlangan eshik tirqishidan ko'rsatishlarini talab qiling. Guvohnomadagi fotosurat, familiya, lavozim va tashkilot nomi bilan o'zlarini tanishtirgan ma'lumotlar bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Guvohnomaning amal qilish muddatiga ham e'tibor bering. Agarda ular eshikni ochishni talab qilib, guvohnomani ko'rsatishdan bosh tortsalar yoki tezda yashirishga harakat qilsalar, bu shubha uyg'otishi kerak. 4. Tashkilotga qo'ng'iroq qilib, ularning kelganini tasdiqlating. Guvohnomani ko'rganingizdan so'ng eshikni ochishga shoshilmang. Ular nomidan kelgan tashkilotning rasmiy telefon raqamini, uylar va kvartiralar uchun kommunal to'lov qog'ozlarida yoki internetdan topishingiz mumkin terib, kelgan shaxslarning haqiqatan ham shu tashkilotning xodimi ekanligini, ularning familiya va ismlarini aytib, tekshiruvning rejalashtirilganini so'rab tasdiqlating. Bu juda muhim qadam, chunki firibgarlar ko'pincha qalbaki guvohnomalardan foydalanishadi.
Agar telefon orqali tasdiqlab bo'lmasa yoki ular bunday xodimlarning tashrifi haqida ma'lumot berishmasa, eshikni ochmang. 5. Tekshiruv uchun asos bo'luvchi rasmiy hujjatni talab qiling. Agar ularning shaxsiyati tasdiqlansa ham, ulardan tekshiruv o'tkazishga asos bo'luvchi buyruq, yo'llanma yoki sud orderi, agar sud orderi kerak bo'lsa, kabi rasmiy hujjatni ko'rsatishlarini talab qiling. Bu hujjatda tekshiruvning maqsadi, muddati va tekshiruvchilarning familiyalari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ushbu hujjatni ham eshik tirqishidan ko'rsatishlarini so'rang. Agar ular bunday hujjatni ko'rsatishdan bosh tortsalar yoki bizda yo'q desalar, ularni uyga kiritmang. 6. Har qanday suhbatni yoki tekshiruvni video yoki audio yozuvga oling. Agar siz ularga kirishga ruxsat bersangiz yoki ular bilan eshik orqali muloqot qilsangiz, barcha suhbatni mobil telefoningiz kamerasida yoki diktofonda yozib oling. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun juda muhim dalil bo'lishi mumkin. Ayniqsa keyinchalik tushunmovchiliklar yoki nizolar yuzaga kelganida ularni yozuvga olinganligidan ogohlantirishga haqlisiz. O'z huquqlaringizni biling. Yodda tutingki, sizning roziligingizsiz yoki sudning tegishli qarorisiz yoki yuqorida sanab o'tilgan favqulodda holatlar bo'lmasa, hech kim sizning uyingizga kirishga majburlay olmaydi. Agar ular kirishni talab qo'pol munosabatda bo'lsalar yoki sizbatda bo'lsalar yoki sizga bosim o'tkazsalar, zudlik bilan 112 raqamiga politsiya qo'ng'iroq qiling va vaziyatni tushuntiring. 8. Hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying. Kommunal to'lov qog'ozlari, kadastr hujjatlari, hisoblagichlarning tekshiruv davlatnomalari kabi barcha muhim hujjatlaringizni bir joyda saqlang. Bu hujjatlar sizning qonuniy haqligingizni isbotlashda yordam beradi. 9. Nohaqlik bilan jarimaga tortilsangiz nima qilish kerak? Agar sizga asossiz ravishda jarima solinsa yoki sizning huquqlaringiz buzilganiga ishonsangiz, darhol qaror ustidan shikoyat qiling. Buning uchun tuman, shahar sudiga, prokuraturaga yoki yuqori turmush tashkilotiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting. Mavjud dalillarni videokopi, yozuvlar, fotosuratlar, guvohnomalar nusxalari ilova qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda sizlarga eshiklarni ochmang degan chaqiriqning asl mohiyatini, bu chaqiriq ostida qanday xavf-xatarlar yashiringanini va qanday qilib o'z huquqlaringizni himoya qilish kerakligini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Sizning turar joyingiz daxlsizligi qonun bilan himoyalangan. Bu qoidani yodda tuting va har doim hushyor bo'ling. Har qanday shubhali vaziyatda birinchi navbatda o'z xavfsizligingiz va huquqlaringizni o'ylang. Hech qachon eshikni shunchaki tanimagan odamlarga ishonib ochmang. Har doim tekshiring, tasdiqlating, so'rang va o'zingizni himoya qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Endi siz nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham kutilmagan vaziyatlardan himoya qila olasiz. Ushbu video haqida o'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz ham shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganmisiz? Tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero keyingi videolarimizda ham siz uchun juda muhim va foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz. O'zingizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha